Man ham Euro 6, ham avtomat korobka metan so'rovga qilindi desam ishonasizmi? Ishonavering, balon turishning holatiga qarang, 4 ta 150 ta idealniy holatda so'rovga qilib berdik. Axir bunga mumkin emas-ku deyishingiz mumkin, akalar. Hech kim qilmagan ishni biz doim qilishga harakat qilganmiz, bundan keyin ham qilamiz. 70-30 sistemasini doim aytamiz. Hamma mashinaga tushadi. Xoh Euro 6, Euro 5, avtomat, mexanika, fura farqi yo'q. Hammasiga idealni qo'yib berish variantimiz bor. Aynan bu Euro 6 ham chiroyli holatda 70-30 sistemasini so'rovga qilib berganmiz. AT12 original italyanskiy rullardan ikkita italyanskiy farsunka, ya'ni real farsunkalardan ikkita va Alex Mia bloklar bilan chiroyli holatda kompyuterlar bilan so'rovga qilib berganmiz. Hozir kompyuter ishlari ketyapti, hozir chiroyli holatda ligirovkani qilib berganimizdan keyin maza qilib akamiz ekonom variantda harakatlanadi. Turish holatiga bitta baho berasiz. Ikkala tomoniga zapravkani qo'yib berganmiz. Zapravkada qiynalmasliklari uchun dizel bak qoladi. Sababi 70-30 sistemasi agar metan o'chadigan bo'lsa, bitta knopka bilan dizelni o'zida harakatlansa bo'ladi. Akalar o'ylanib o'tirish kerak emas. Dizelga katta xarajat qilib yurgandan ko'ra bitta 70-30 sistemasini o'rnatib olganingizdan keyin maza qilib ekonom variantda yurasiz. Akalar xizmatlar bo'yicha bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu videoni iloji boricha shunaqa Euro 6 larga, umuman avtomat korobkaga gaz qo'yib bo'lmaydi degan tanishlarga bitta tashab qo'ying, o'zlari bilaveradi.